O'rtoqlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa biz juda ham chiroyli obyektga kelganmiz. Obyektdagi bu atmosfera ham vobshe boshqacha ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa mana shu 2 etaj obyektimizda nima ishlar olib borilganligi to'g'risida to'liq ma'lumotlar beramiz. Xudo xolasa Navruzbek akam bilan Navruzbek akam ishi hozir bir qator ko'rsatiladi. Aka, qalay bo'ldi ish jarayonlar? Yaxshimi? Ishlar bo'lsa yaxshi bo'ldi. Muammolar bo'lmadimi? Tovarlar bo'yicha muammo bo'lmadimi? Tovarlar chotki bo'ldi. Bo'ldi aka. Hozir bir qator ishingizni ko'rsatib boraman. Endi bunaqa ishni to'g'risi xalqqa ko'rsatmasa bo'lmaydi aka. Bunaqa ishni ko'rsatish kerak. Xo'p, qani o'rtoqlar, bo'lmasam ketdik. Videoni oxirigacha ko'rishingiz tanishmasin, like bosib, podpiska bossangiz. Aka, bu vodoprovodkami? Vodoprovod keladi. Bu boshqa xonadon-a? Alohida. Bitta xonadon bo'ladi, shunga vodoprovodga. Hozir cho'plib olingan keyin steshkaga bu. Mishalkalar, sementlar tayyor ekan. Xudo xolasa mana obyektimizning kirish darvozaxonadan koridorga kirganda o'rtoqlar mana chiroyli qilib cho'plib qilingan. Bu yerga alohida bitta kontur yotqizilgan. Kirganda o'ng tomonda o'rtoqlar ko'rishlar mumkin kattagina mehmonxona. Razmeri necha deysiz aka mehmonxonani? Buni eni 4 metr, uzuni 680 metr. Ha, eni 4 metr, uzuni 680. Tokchalarni ham, oynani ham juda kattasini qo'yib, vashshu zo'r ish qildi aka, yorug'ligini qarang. Moshina chiqibdi. O'rtoqlar, bitta konturimiz taxminan 60 metr, 3 ta kontur tushgan bu joyga. Mehmonxonadan spanligi bu eshik ham, bu ham. Bu yoq aka, pechka bo'ladi bu yerga. Ha, gazga pechka bu. Ha. Moshina o'rtoqlar. Qaranglar, mabodo misol uchun tok svet bo'lmay qoladigan bo'lsa, tokmi, gazmi bo'lmay qoladigan bo'lsa, pechkadan foydalansa ham bo'laveradi. Mo'risi ham tashalgan ekan, moshina qilib. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Xo'p, kirish bu tomondan, mehmonxona spanliga kirish bu tomondan. Kirganda lekin bu razmeri necha bu yoqda? Razmeri 650 ga 4 metr eni. 650 ga 4 metr. Oynani ham kattasini qo'yib, bu yoqqa ham xuddi shunday 3 ta kontur tushgan. Xo'p, bu yerda-chi aka, bu yerda spanlidan hammomga kirish eshigimiz. Ha, spanlidan hammomga kirsa bo'ladi. Bu общий qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu yoqdan ham eshik bo'ladi, Bu yoqdan ham eshik bo'ladi o'rtoqlar. Обязательно bu yerlar ham cho'plib pol bo'lgan, chotga qilib cho'plib pol qilib, taylarga penaplekslar solingan. Rakvinaga. Xo'p, bu yer nimaga? Kir mashina bo'ladi. Ha, bu kir mashinaga, bu yoq unitazga, bu yoq dushovoy zona bo'ladi. Aka, xudo xolasa bitgan videolarni ham qo'yamiz. Qaranglar o'rtoqlar, 2-etajdagi oshxona. Ha, 2-etajda ham hammom ekan, o'rtoqlar, montajga bitta baho berasizlar. Akalarimiz tushirib ketishgan. Mana shu narsani marhamat bilan topish juda qiyin bo'ldi. O'zimiz bunday qilib berdik, chotga qilib. Montajlarga bitta baho berasizlar. Xo'p, yana bitta foydali ma'lumot, o'rtoqlar qaranglar. Kotsoldagi, misol uchun chiqayotgan 45 gradus to'g'ri borib, konturlarimizga yetib borishligi uchun o'rtoqlar mana shunaqa qilib izolyatsiya qilingan, обязательно. Bu narsani ustidan cho'plib bor 20 ga to'qilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, moshina chiqqan o'rtoqlar. Uni ham tagiga обязательно 2 lik penaplex solib, bu bilan tekis bo'lishligi uchun bu yoqqa 5 lik penaplex solingan. Ahamiyat berasizlar. Xo'p, kotelligimiz binodan alohida bo'ladi. Hozir uni ham gapirib o'tamiz. Mana ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Hop, как лучевой sistemaga o'xshab moshina qilib chiqarib ketilgan. Plastmasli gidroplasti cho'plib pollardan foydalanganmiz. Shitlar berilgan 60 ga 1 santimetrlik, 60 ga 1 metrlik shitlar berilgan o'rtoqlar. Sizlarga ham har doim maslahat beraman. Shit bilan o'rnatishlaydi. Ko'pchilik mebel qilib qo'yadi, orqa tomoniga yoki bo'lmasam rod bilan qo'yadi, u xunuk bo'ladi. Bu holatda o'rtoqlar eshigini bitta ochganinglarda, kollektorda orqasi oppoq bo'lib, mana ko'rishinglar mumkin, oppoq bo'lib, juda ham chiroyli turadi. Yana bitta plyus tomoni ustalarga, usta akalarimiz bemalol mana shuna krepleniyalari bo'ladi. Kollektorda qatirsanglar bo'ladi, muammo bo'lmaydi. Eshiklar ham chiroyli bo'ladi, usta akalar, uyda egasi ham juda ham chiroyli turib beradi. Misol uchun aboy qiladigan bo'lsa, mana shu burchaga yopib kelib qo'yadi. Ish go'zal chiqadi xullas, o'rtoqlar. Xo'p, endi katsenli to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, o'rtoqlar, katsenli binodan alohida mana shu joyga bo'lar ekan. Hozirgi paytda binodan alohida qilgan yaxshi, chunki ko'ryapsizlar, har xil holatlar bo'lyapti, portlashlar bo'lyapti aka. Hisob bunaqa joyga qiladigan bo'lsa, yosh bola bo'lishi mumkin. Ko'pchilik hammomni ichiga qilib qo'yapti. Uni maslahat berilmaydi. Iloji bo'lsa, binodan alohida qilib qo'yilgan yaxshi bo'ladi katsenlida. Xo'p, xohlasa zo'r bo'ldi aka. Endi 2-etajda отопление bo'lishi mumkin. Uni ham bitta ko'rib qo'yaylik aka. 2-etajga chiqishimiz. Ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli. Obyekt juda ham chiroyli tushgan o'rtoqlar.
chiqqaninglarda. Xo'p, bu yoq nima aka? Biraz detskiy bo'ladi ekan. Bu yoq detskiyni ham bitta ko'rib ko'rasizlar. Xudo xolasa bu yoqqa ikkinchi etajda faqat o'rtoqlar отопление bo'ladi, radiator qo'yiladi. Mana shu joyga oynani ham juda ham kattasi qo'yilgan ekan. Detskiy xona qilib qo'ysanglar, buni atmosferaga bitta baho berib, aka, u shu zo'r narsa ekan. Bu atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Qushlar ovozini eshitasizlarmi akalar? Вообще zo'r lekin. Xo'p, endi bu yoq tomon sanuzul bo'lyapti. Bu yerga ham обязательно radiator qo'yiladi. Hozirchalikka rakvina bilan unitazga, dushovoga chiqarib ketilgan traplari. Bu yoqda issiq sovuq suv chiqarilgan. Zo'r chiqibdi aka. Bu koridorimiz kengligini ko'ryapsizlarmi akalar? Bu yoqda mehmonxona bu ham. Mehmonxona, bu yoqda spalni. Spalni ham xuddi shunday kattagina, обязательно bitta radiator. Bu yerda pechkani o'rni aytib o'tilgandek. Bu yoqda ham xuddi shunday ikkita radiator qo'yiladi mehmonxonaga. Xudo xolasa kelajakda. Lekin bitta atmosferaga baho bermasanglar bo'lmaydi akalar. Lekin uy juda ham chiroyli tushgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas va eng muhimi menga yoqqan tomoni akalar. Koridordan chiqqanda tapchanga bitta ahamiyat beringlar o'rtoqlar. O'zi tapchan deydimi, nima deydi? Terrasa deb qo'yadi. Terrasa deyin, как tapchan. Va shu zo'r ekan. O'zi akamiz mashinasini orzu qilgan shekilli. Darvozaxonaning ustiga o'rtoqlar shunaqangi chiroyli qilib akamiz kattagina joy qoldirgan. Bu yerda menimcha ikkita xonani bag'ridan ketishgan. Bu terrasa qilib turib, yozgi paytda ota-ona bilan mazza qilib choy ichsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi? Endi bu tomonga bitta ahamiyat bermasanglar bo'lmaydi lekin. Mana shunaqangi atmosferani tomosha qilib, ota-ona bilan choy ichish, suhbatlashish u вообще boshqa narsa u. Endi bu tomonga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar o'rtoqlar. Bu o'sha gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa, o'rtoqlar, mana yakuniga yetdi mana shu obyektimiz. Отопление sistemalarini ham bir qator qo'yib boriladi. Обязательно qo'yib boriladi отопление sistema montaj jarayonlarini. Lekin Navruzbek akam bitta like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Ishiga, sifatiga agar xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Akamiz cho'tki qilib ishlarni bitkazib berishga harakat qiladi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.